Professional ta'lim sohasidagi tub o'zgarishlar tufayli Norin tumani 1-son kasb-hunar maktabiga ham Politexnikum maqomi berildi. Bu esa xalqaro tasniflagichning 3, 4, 5 darajalaridagi kadrlar tayyorlash imkoniyati demakdir. Hozirda bilim dargohida malakali pedagog va ishlab chiqarish ta'lim ustalari 810 nafar o'quvchini 7 ta yo'nalish bo'yicha kasb-hunarga o'rgatib kelmoqdalar. Ilgari 9-sinfni faqat bitirgan bolalar kelib hunarlarni egallash maqsadi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 11-sinfni bitirgan o'quvchilarimizni ham qabul qilish imkoniyatlari yaratildi. Xalqaro ta'lim jarayonlarida dual ta'lim tizimi taraqqiy etgan, ushbu taraqqiy etgan tizimni O'zbekiston Respublikasiga kirib kelishi yanada bir imkoniyat eshiklarini ochadi. Bu degani o'quvchilarimizni ta'lim bilan birgalikda qaysidir o'sha o'zlari xohlagan korxonaga borib ishlash, bayda olgan bilimlarini amaliy jarayonlarda qo'llab o'rganish imkoniyatlarini yanada ochadi. Shu bilan birgalikda ushbu o'quvchilarning o'sha korxonaning ishchisi sifatida oylik olib ishlash uchun sharoit yaratib berildi shu yoshlarimizga. Bilim maskanida Politexnikumga ilk qadam shiori ostida tashkil etilgan ochiq eshiklar kuni ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Yaqin atrofdagi umumta'lim maktablaridan tashrif buyurgan 800 nafardan ziyod bitiruvchilar Politexnikum faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Ular ko'rgazmalarni tomosha qilib, o'tkazilgan mahorat darslari, ustaxonalardagi jarayonlarni ko'rib, bilim maskanidagi yo'nalishlar to'g'risida tasavvurga ega bo'ldilar. Bu yerdagi sharoitlar yoqdi. Tikuvchilik sohasiga topshirmoqchiman bu yerga. Men kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchiman. Bugungi ochiq ishlar kuni bizga juda ham yoqdi. Biz bu yerda o'rtoqlarim bilan birga ko'p narsalarni ko'rdik, tanishdik. Politexnikumda endilikda 2 yil mobaynida o'g'il-qizlarga tikuvchi, qishloq xo'jalik ekinlari laboranti, avtomobillarga servis xizmat ko'rsatish, traktorchi, mashinist, kompyuter grafikasi va dizayn operatori, chorvador, payvandlovchi kabi yo'nalishlarda kasb-hunar sirlari o'rgatiladi. O'quv jarayonlari kunduzgi, sirtqi va dual ta'lim shaklida tashkil etilgan. Bundan tashqari kasbiy ta'lim tashkilotida tikuvchilik, ayollar sartaroshligi, kompyuter texnologiyalari yo'nalishida kasbga o'qitish, nemis, ingliz va rus tillari bo'yicha qayta tayyorlash qisqa o'quv kurslari ham faoliyat yuritadi. Men bu yerda avtomobil tuzilishi bo'yicha ko'plab bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldim. Bu yerda yana bir tomoni bizga yoqqani BS toifasidagi haydovchilik guvohnomasini berar ekan. Men kelajakda Toshkent davlat transport universitetiga kirmoqchiman. Bu yerda o'qiganlarga oliy ta'lim muassasalariga kirishga imtiyoz berilar ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Politexnikumda zamonaviy kutubxona, oshxona, sport zali va maydoni hamda uzoqdan qatnaydigan o'quvchilar uchun 100 o'rinli yotoqxona ham mavjud. Bir so'z bilan aytganda, kasbiy ta'lim tizimidagi tub burilishlar uning xalqaro tajribalar asosida takomillashtirilishi mehnat bozori uchun malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.